Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayyiba dersxanamıza hoş geldinler. Biz bugün i'rab dersimizning ikkinchi dersini o'qiymiz. Biz bugün ikkinchi hadisni o'qiymiz. Bismillahirrahmanirrahim. El-hadithu thani, ikkinchi hadis. An Umar radiyallahu anhu aydan qal: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Unda bo'lsa biz old o'lan hadisninki tarjimasini qilamiz. An Umar radhiyallohu anhu aydan qal. Yana Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Aydan yana ham degan ma'noda. Qal, u dedi: "Baynama nahnu julusun inda Rasulillah sallallohu alayhi va sallam zata yawmin." Baynama bu vaqt ravishi, vaqtda deb tarjima qilamiz. Biz Rasulullohning yanida bir kuni o'ltirayotgan vaqtimizda ittala alayna rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad ash-sha'r. İv bu mufojianinki, ushtumtu tuyuqsizlikni ifodalaydigan iv. Deymiz, tuyuqsiz bizga bir odam paydo bo'ldi. Tala'a degan gap oshkor bo'ldi, namoyon bo'ldi, paydo bo'ldi degan ma'noda. Shadidu bayad thiyab. Kiyimining oqligi qattiq. Shadidu savadi sha'r. Chechining qorligi qattiq. Demak, chechi qop-qora, kiyimi op-oq bir odam tuyuqsiz bizga qana qildi, paydo bo'ldi. La yura alayhi atharus safar. Uning ustida safarning ta'siri ko'rilmaydi. Biz tunumaymiz, ammo safarni qana qilmaymiz, ta'siri ko'rilmaydi. Va la ya'rifuhu minna ahad. Hech bir kishi bizni uni tunumaydi. O bizning atrofimizni bir yalakmi desak, bizni hech kim uni tunimaydi. Iroq yerdan kelgan musofirmi desak, uning ustida safarning ta'siri yo'q. Hatta jalasa ila nabiy sallallohu alayhi va sallam. Hatta Rasulullohning qishig'i kelib o'ltadi. Fasnada rukbatayhi ila rukbatay. An yulidi ikki tizini Rasulullohning ikki tiziga. Va wada'a kaffayhi ala fakhday. Va qo'ydi ikki olqinni Rasulullohning yutusuğa. Ve qal ve dedi: "Ey Muhammed, akhbirni anil İslam. Bana İslam to'g'risida debbe." Faqala Rasulullah, an dedi Rasulullah: "El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah." El-İslam. İslam Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın elçisi deb guvohlik berishiniz. Ve tuqimas salat. Namaz turg'izishiniz. Ve zakat berishiniz ve Ramazan tutuşiniz ve Beytullah'ni eğer onunğa yol cihatte, sebile, yol cihatte qadir bulalsanız hac qilishiniz. Qaranglar, qilishiniz, namaz o'qishingiz, rus tutishiniz deb tarjima qildim. Mishqa en kirganlik uchun. En
Fi'l mudari'ni nimaga o'zgartirdi? Masdarga. Shunga masdar shaklida tarjima qilamiz. Qal sadaqt dedi, rost deding dedi. Qaranglar, so'raydi, javob bergandan keyin rost deding deydi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu va yusaddiquhu. Biz unuga hayron qoldik. So'raydi va tasdiqlaydi. Chunki so'g'uvchi degan bir narsani bilmay turib so'raydi, shundaqmi? Ammo uni tasdiqlaganligi, uning u savolning javobini bildiganligi va javobning to'g'ri ekanligini bildiradi. Shunga bu yerda sahobalar hayron qolgan gap. Qal fa akhbirni anil iman. An dedi o odam, menga iymon to'g'risida debpa. Dedi Rasululloh, an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir. Allohga va Allohningki farishtalariga va uningki kitoblariga va uning elchilariga va qiyomat kuniga ishonishingiz va taqdirga va uning yaxshiligi va uning yomonligiga ishonishingiz dedi. Demak, iymon degan bu shu. Bu iymonninki asosi. Birinchidan Allohga ishonish, farishtalarga, kitoblarga, elchilarga, qiyomatga va taqdirning yaxshi va yomonligiga ishonish bu iymonning olti asosi. Dedi, sadaqt, rost deding. Dedi o odam, fa akhbirni anil ihson. Ihson to'g'risida menga debpa. Dedi Rasululloh, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Allohga xuddi sen uni ko'rgandek ibodat qilishing. Fa in lam takun tarah, agar sen uni ko'rmasangmi, fa innahu yarak. U seni ko'radi. Mana bu ihsonning ma'nosi. Dedi o odam, fa akhbirni anis sa'a. Ma qiyomat to'g'risida debpa. Dedi Rasululloh, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Emas so'ralg'uvchi u to'g'risida so'g'uvchidan olim emas, bilguchi emas. Demak, qiyomat to'g'risida siz mendan yaxshiroq bilasiz demakchi. Qal fa akhbirni an amaratiha. Menga u qiyomatning alomati, amarat degan nima? Alomatlari to'g'risida debpagan. Dedi Rasululloh, an talidal amatu rabbataha. Dedek xo'jayinni tug'ishi va ko'rishingiz yalang'oyoq, yalang'och, peqir, ri'aasha qo'y vaqadigan podsholarning yatatavaluna fil bunyan. Uy serishda musobaqalashganligini ko'rishingiz. Hufat, yalang'oyoq, urat, kiyimi yo'q, ala, peqir, ri'aasha podsho qo'y vaqadigan podsho. Yatatavaluna degan gap uy musobaqalashdi, igiz serishda yoki qanday qildi musobaqalashdi fil bunyan, binoda, uy serishda. Demak, qiyomatning alomati shunday nomrod kishilarning uy serishda musobaqalashi bu bir qiyomatning nimasi? Alomati. Yuqoriga yalang'och, oyog'i yo'q degan hammasi bir paqaning sifati. Thumma intalaqa. Ondan keyin u odam qanday qildi? Yurib ketdi. Falabithna maliyan. Biz uzun muddat tuduq. Kim tuduq? Maliyan degan nima? Uzun muddat. Thumma qal, ondan keyin dedi, ya Umar, atadri man as-sa'il? So'g'uvchini bilamsa? Dedim men, Alloh va uning elchisi bilguchi. Dedi Rasululloh, fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum. O Jibril sizlarga sizlarning dininglarni o'rgatib qo'yish uchun keldi, deydi. Ravohu Muslim. Imom Muslim rivoyat qilgan. Endi bu hadis Imom Qurtubi degandek ummus sunna. Sunnatning, ya'ni hadisning onasi. Chunki bu hadisda islomning nima ekanligi, iymonning nima ekanligi, ihsonning nima ekanligi hammasi jo'langan. Iymonning asoslari jo'langan. Shundaqla iymon bilan islomningki farq borligi, bir-biriga o'xshamaydiganligi bu hadisda oshkor bo'ladi. Endi iymon bilan islom ikkisi bir o'rinda kelgan vaqtda o'xshamaydi. Hadisda deyilgandek, iymon aqida e'tiqodni ko'rsatadi, tavhidni ko'rsatadi. Islom bu islomning asosiy 5 turkini ko'rsatadi. Shahodat, namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj qilishga o'xshash. Ammo ikkisi ayrim o'rinda kelib qolsa, islom ahli desak, iymon ahlini o'z ichiga oldi, iymon ahli desak, islom ahlini o'z ichiga oldi. Hadisning mazmuni mushu. Endi biz bu hadisni tarkib qo'yganimiz 5idagi an Umara degan mushu so'zga tarkib qo'yamiz. Chunki bu xil shakldagi qurilma ko'p uchraydi. An Umar radhiyallohu anhu. An hammamiz bilgandek harfi jar, Umar majrur. Ya'ni zir o'qiladigan ism. Unda o'zi buning zirlikning alomati qani zavar bilan bo'ldi. Nimishqa? Chunki bu g'ayrimunsarif. Bu g'ayrimunsarif bo'lishga sabab nima Umarningki? Birinchidan bu fual o'lchimida
ikkinchidan alam. Radiyallahu anhu'daki radiya fi'l madi. Mabni shundaqo, zibarga mabni. Fi'l madi nima mabni, zibarga mabni. Bu fi'l desak, fa'ilqini degan savol keldi. Shundaqo. Fa'ilqini radiyallahu. Allah degan lafz uzalali fa'il. Fa'ilga nima qiladi? Pashqa qiladi. Pashqning alomati qini oshkora oxirida. Anhu, an harfi jar, hu majrur. Bu zamir muttasil mabni. Amma nimalik o'rinda? Zirlik o'rinda. An kirganlik uchun. Beynama nahnu julusun inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zati yevm. Beynama biz baytında deb o'tgandek bu zarfı zaman, vaqtda degan ma'nosi va nahnu bu mubtada. Ya'ni bu damir shundaqo, munfasil mustaqil damir mubtada. Mubtada nima qiladi? Pashqa qiladi. Qani pashqning alomati bu degan mabni damir deymiz. Nahnudagi pashni pash demaymiz. Bu mabni. Har xil hamma holatda bu nahnu deb keladi. Pashq mabni bu. Julusun nahnuning xabari. Biz o'ltirg'uchi edik shundaqo. Inda bu zarfi makan. Inda zarfi makan. Zarf desa hammasi nimada ko'rinib bo'ldi? Zibarlik ko'rinib bo'ldi. Shuna indadan bo'ldi, zibar o'qildi. Shundaqla inda muzaf Rasulillahining bo'ldi, muzafun ilayh bo'ldi. Zirlikning alomati qani oshkora. Shundaqla Rasul muzaf Alloh degan lafzul jalali muzafun ilayh, zirlikning alomati oshkora. Zat bu zarf mabni zarf bu. Zat zibarga mabni. Bu shundaqla mudaf. Yawminchu mudafun ilayh, zirlikning alomati oshkora. İztala aleyna rajulun shadidu bayad thiyab. İz biz bayatında deb o'tgandek mufajianinki, ya'ni ushtumtuqni ifodalaydigan iz tala'a fi'l madi zibarga mabni, alaynadagi ala harfi jar, na majrur. Bu mabni damir, amma nimalar o'rinda? Zirlik o'rinda ala kirganlik uchun. Rajulun tala'aninki fa'ili. Pashqning alomati qani oshkora. Shadidu rajulun nimasi sufti. Shunga rajul agishib nima qildi? Pash o'qildi. Shundaqla bu muzaf, bayadi bu muzafun ilay, zirlikning alomati oshkora. Shundaqla bu yana muzaf. Ham muzafun ilay, ham muzaf. Athiyab muzafun ilay, zirlikning alomati oshkora. Bu hadisning mushukchilik o'rniga tarkib qo'yamiz. Sizlarga topshiriqqa, sizlarning mashq qilishinglar uchun ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم degan bu jumlaga tarkib qo'yishni vazifa beraman. Bu sizlarga topshiriq. Unda bu saboqdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.